100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdagi maxfiy strategiyasi. 3-bob, 4-qism. George Crayle'ning Charlie Wilsonning urushi degan kitobida Markaziy axborot idorasining boshqa xizmatlarini oshkorlagan texmi ko'p maxfiyatliklar bor. Masalan, Amerikaning Sovet ittifoqiga qarshi Afg'oniston qo'zg'olonchilariga yordam berish uchun Xitoydan 2 milliard dollarlik qurol setib olganligi degandek. Kissingerning aslamasida Amerika bilan Xitoyning Angoladimi maxfiy hamkorlashganligi tilga ilinadi. Nima uchun bu xil keng ko'lamlik maxfiy harakatlarda Xitoyning Amerika bilan hamkorlashqisi kelib qoladi? Buning to'liq javobini faqat Beijing o'zining arxivlarini oshkorlaganda yoki yuqori darajalik biror amaldor Xitoydan yuz o'rganda ondan bilalaymiz. Navbatda biz biladigan bir ish shuki, Beijing Amerikaning kuchi va texnikasidan foydalanib, uzun mazgilda o'zini kuchlantirmoqchi bo'lyotidi. Bu yerdagi halqiliq nuqta tangpongliqni saqlash uchun strategiyalik qo'rshav shaxmat o'ynash ehtiyoji. Ya'ni Sovet ittifoqining qo'rshavini to'sish ehtiyoji borligini bildirishdek qiladi. Hech kim buni Marafon musobaqasida texmi cho'ng ilgirlashni qo'lga keltirish urinishi deb qaramagan edi. Xitoy bizga o'zini ojiz, mudofaa holatida turgan, yordamga muhtoj qilib ko'rsatgan edi. 10-yordamda New York vaqti gazetining muxbiri Patrick Taylorning deyishicha, Amerika Xitoy istixborot doiralarining Xitoy Sovet chegarasi bo'yida Kashtan plani degan maxfiy nomda yig'ilish ma'qullangan edi. Shuningdan kerak, ya'ni 1979 yil 8-oyda prezident Carterning muavini Walter Mondale'ning Xitoyga qilgan safarda 5 burchak bino, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining turishliq o'rni va Markaziy axborot idorasi harbiy aeroplan orqali Kashtan kuzatish punktini Xitoyga to'shidi. Taylorning xabarida deyilishicha, shu narsa ro'shanki, Xitoy Amerikadan C-141 to'shig'ichi yulduz nomli aeroplanini Beijing aerodromiga Sovet uchquchilar aeroplanining yeniga to'xtatishni talab qilib, Sovet ittifoqiga Xitoy bilan Amerika orasidagi hamkorlikni ko'z-ko'z qilmoqchi bo'lgan. Taylorning deyishicha, bu kuzatish punktlari Sovet ittifoqining havo qatnashi, havo mudofaasidagi radar signallari, KGB'ning aloqalariga aloqador uchurlarni to'playdi ekan. Shundaqla bu punktlar yana Sovet ittifoqi yadro qurollarining ogohlantirish darajasidagi har qanday o'zgarishini bayqaya oladi ekan. Demak, bu xil ahvolda Sovet ittifoqi Xitoyga hujum qilib qolsa, Xitoyning buning uchun tayyorlik ko'rish vaqti aslidagidan xeyli uzraydi degan gap. Bu 1979 yili 12-oyda Sovet ittifoqi yo'layotgan Vyetnamning Kambodjaga tajovuz qilishi va Sovet ittifoqining Afg'onistonga tajovuz qilishi bilan boshlangan Xitoyni qo'rshav urushidan bir qancha oy avvalgi shu mazgilda Xitoyning bexatarligi uchun g'oyat zo'r afzallik hisoblanadi. Xitoylar o'zining savirchanligi orqali Kissinger, Ikol va men shuningdan 6 yil burun o'ttirg'a qo'ygandimmo ko'p narsalarga erishgan edi.
Yani vaziyetning taqozzosiga ko'ra Xitoy Sovet qo'rshavining Afg'oniston va Vyetnamdagi ikki qisquchini vayron qilishda o'zini cho'qim Amerikaning yordamiga muhtoj deb o'ylagan. Shu taraqqida avval Mavzudungning zamonasidagidanmi bakrak yo'lliqlashib, Deng Xiaoping zo'migar Amerikadan zo'r yordamlarni elish oldida turadi. 1982 yildan 1989 yilgacha Xitoy bilan Amerikaning Kambodja plani, Xitoy, Tayland Xan jamiyati armiyasi, Singapur va Malayziyaning yordamida Bangkokni xo'ritib tugatdi. Bu Amerikaning Xitoyga qilgan 11-chi yardım edi. Mazkur yoshirin hamkorlik qisman oshkorlanganligi sababli 20 yilgacha o'ngishli holda niqoblanib kelaladi. Amerika Xalqaro taraqqiyot mahkamasi mazkur planning qo'llovchilaridan Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan Floridalik Avam palatasi a'zosi Bill McCollum va Demokratlar partiyasidan Nyu-Yorklik Avam palatasi a'zosi Stephen Solarsning ismi bilan atalgan fondlar bilan ta'minlab, ularning Kambodjada jonga zaman bo'lmaydigan insoniy yordamlarni qilishni kafolatlantirgan. Kenis Konboyning xotirasida ko'rsatilgandek, bu ikki oshkor planning orqasida Reagan Markaziy axborot idorasiga yoshirin yordam berish haqida buyruq tushirgan. Bu yordam boshlanishida, ya'ni 1982 yili $2 million bo'lgan bo'lsa, 1986 yili $12 million o'stirilgan. Mazkur plan Taylandliklar tarafidan 308 loyihasi deb atalgan loyihaning ichiga kirgizib etilgan. Xitoy, Malayziya, Singapur va Tayland qatorliqlarmo qurol-yaroq va mablag' bilan ta'minlagan. Singapurning bosh ministri Lee Kuan Yew hatto Bangkokdagi maxfiy lagerni ziyorat qilgan edi. Menmo 1985 yili va 1986 yillari bu yerni ziyorat qilgan va ayni chog'da shu yerdagi Markaziy axborot idorasi punktining mas'uli meni zarur uchurlar bilan ta'minlagan edi. U ilgari Markaziy axborot idorasining bosh shtabida Yiroq Sharq bo'limining mas'uli bo'lib ishlab, keyin Bangkokqa yetkilib kelgan ekan. U so'g'uq munosabatlar urush to'g'risida mazkur planni, ya'ni Xitoy bilan birlashib Sovetga qarshi turishni birdan-bir tanlash deb qaraydi. Kambodjadagi plan boshlanib 2 yildan keyin, ya'ni 1984 yili yozda boshlangan Xitoy Amerika orasidagi Sovet ittifoqini Afg'onistondan chiqarib etish to'g'risidagi maxfiy hamkorlikning ko'lami Kambodjaninkidan 50 hassa zo'r edi. Biz ayni vaqtda shirni va qo'rshavga qarshi turishni tushunmaydik. Shu vajidan hech kim Xitoy hukumatining Sovet ittifoqini g'azablantirish badaliga Amerikaning Afg'oniston qo'zg'olonchilariga yordam berish jarayonidagi eng asosliq qurol-yaroq ta'minlaguvchi bo'lishni xiyoliga keltirmaydi. Bu ishni Markaziy axborot idorasidagi zirak, Xitoychani puxta biladigan do'stimiz Joyi Ditrani bayqagan edi. Xitoyning bu ish Afg'oniston qo'zg'olonchilariga yordam berish bilan bo'lgan munosabati qattiq maxfiy tutilgan bo'lib, Taylarning deyishicha, ayni chog'da butun Markaziy axborot idorasida bu planni bildiganlarning soni 10 ga yetmaydi.
Xitoy hali ham o'zining Afg'oniston qo'zg'olonchilarini qurol yaroq bilan ta'minlaganligini e'tirof qilmaydi. George Cryle Charlie Wilsonning urushi degan bu kitobda Afg'oniston qo'zg'olonchilari uchun Xitoydan qurol yaroq zakaz qilganda tunji qatim AK-47 avtomati, pilemot, raketa bilan etiladigan tankiga qarshi granat va mina qatorliqlar zakaz qilingan edi deb yozadi. 1984-yili Avam palatasi a'zosi Charlie Wilson Afg'onistondagi qo'zg'olonchilarga yordam berish uchun $50 million to'plagan edi. Crayle'ning deyishicha, Markaziy axborot idorasi shuning ichidagi $38 million Xitoy hukumatidan qurol yaroq setib olishni qaror qilgan. 1990-yili Washington pochtasi tarafidan naql qilingan, ismini yoshirgan bir manbaning aytishicha, Xitoy bilan Amerika orasidagi 6 yillik yoshirun hamkorlik jarayonida Xitoy ta'minlagan qurol yaroqning umumiy qimmati $2 milliard Amerika dollaridan eshib ketgan. Reaganning davrida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yoshirun hamkorlik avjiga chiqqan. Prezident Reagan va Ford Xitoyni Sovetga aloqador istixborot bilan ta'minlagan. Prezident Carter Kashtan o'g'irlikchi tingshash planini tuzgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyga yoshirun bo'lsa-mu, haqiqiy strategiyalik sherik sifatida muomala qilgani Reagan edi. Bu 3 asosli plan Afg'oniston, Kambodja va Angoladagi Sovet ittifoqiga qarshi qo'zg'olonchilarga yordam berishga aloqador edi. O vaqtda men 3 yulduzliq generalga barobar keladigan ma'muriy xodim bo'lib o'stirilgan edim va siyosat planlashga va 5 burchak binodagi yoshirun harakatga mas'ul bo'lib, siyosatga mas'ul Fred Ecolga xizmatimni doklad qilatdim. Ecol ikkimiz Kissingerning 1973-yildagi Xitoyga yordam berish taklifini va Prezident Carterning Kashtan planini biladigan oz sondagi kishilardan edik. U ikkimiz Xitoyning Amerika bilan haqiqiy ittifoqdosh bo'lishni xohlamaydiganligini sinab ko'rishga hozir edik. Buningdan chiqqan ijobiy javob nurg'un peshqadam Amerika amaldorlarining shuningdan keyingi yillarda Xitoyga quchoq ichishiga sabab bo'lgan edi. Mening vazifam Afg'oniston, Kambodja va Angoladagi qo'zg'olonchilarning Islomobod, Bangkok va Janubiy Angoladagi rahbarlari bilan ayrim ko'rishib, ularning plani va ehtiyojini aniqlash edi. Men yana Xitoyning maslahati, ma'qulligi va yordamini qo'lga keltirishga avatilgan edim. Biz Prezident Reaganning 166 nomerliq davlat bexatarlik qarori buyrug'ini imzolashini tashabbus qilgan edik. Buningga Afg'onistondagi vaziyat yomonlashsa, Sovet ittifoqining o'ch elishi mumkinchiligi nazarda tutilgan edi. Biz Xitoyning vaziyat haqidagi mo'lchariga g'oyiviyroq o'ylaganda uning yordamiga muhtoj edik. Shuningdan 20 yil o'tgandan keyin jurnalist Steve Cole Xitoy Kompartiyasining Markaziy axborot idorasi tarafidan kelishtirilgan savdolarda o'zlari sotgan qurol yaroqlardan g'oyat zo'r foydaga erishganligini ilgari surdi. Agar Amerikaning Sovetga qarshi qo'zg'olonchi guruhlarni qurollantirish uchun Xitoydan $2 milliard qurol setib olganligi rost bo'lsa,
Xitayning Amerikadan o'zi uchun 500 million dollarlıqdan ko'proq harbiy aslahalarni setib olishi buningga nisbatan az hisoblanadi. Xitaylar Sovetga qarshi o'qituvchilarga beriladigan qurollarni bizga setib berish bilan qolmasdan, bu xil maxfiy hamkorlikni qandoq elib berish haqidami bizga maslahat bergan edi. Ularning taklif maslahatlaridan Xitoyning cho'kayotgan zo'migar davlatga shu vaqtda Xitoyning nazaridagi cho'kayotgan bu zo'migar Sovet ittifoqi edi. Qartadigan strategiyasi haqida ozdir ko'pdir ma'lumotga erishgili bo'ladi. Oldi bilan Xitoy Sovetning ajallik ojizligini tepib chiqishimiz kerak degan nuqtani ta'kidladi. Ularning tushuntirishicha, bu haqdagi taktikalarning biri imperiya, Sovet ittifoqining davlat chiqimini oshirish edi. Mən tunji qitim Afg'oniston va Angoladagi o'qituvchilarni Nashtar nomli havo mudofaasi boshqariladigan bombasi bilan ta'minlash planini o'ttirg'a qo'yganda, Xitoylar bu boshqariladigan bomba Sovet ittifoqining tik uchar va kurashchi aeroplanlarini vayron qilsa, Sovet ittifoqining zo'r chiqimga uchraydiganligini o'ylab xo'sh bo'lib ketgan edi. Xitoylarning ikkinchi plani boshqalarni urushga selish edi. Albatta, bu urushqoq bagliklar davridagi Wu Wei, ya'ni aralashmaslik uqumining ifodasi edi. Uchinchi plan cho'kayotgan zo'migar, ya'ni Sovet ittifoqining ittifoqdoshlariga hujum qilish edi. Kambodja o'qituvchilari Sovetning Vyetnamdagi qo'rchoq hokimiyatiga qarshi harakat qilyotdi. Angoladagi o'qituvchilar Sovet ittifoqining aeroplanlari orqali Angolaga kelgan kubaliklarni qo'g'layotdi. Agar ayni chog'da o'qituvchilarning qo'lida Nashtar nomli boshqariladigan bomba bo'lgan bo'lsa, bu aeroplanlarmi etib tushirilgan bo'ladi. Amerika Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik davomida boshqalarning hammasini, hatto uningdan ko'pragini qildi. Men Xitoylardan yuqorqilarga qo'shib, tuvandikidek ikki ishnimi qilishni bakli qudratqili qilganlik deb qaramaydiganligini so'rdim. Bularning birinchisi, biz Afg'oniston o'qituvchilarini keraklik yordam bilan ta'minlab, ularning Sovet ittifoqi chegarasi ichida partizanlik hujumi qilishni rag'batlantirishimiz kerakmi? Bu so'g'uq munosabatlar urushi davomida hech qachon qilinib boqmagan ish edi. Ikkinchisi, Afg'oniston o'qituvchilarining nishonliq, yoshirin o'ltirish planiga yordam berish uchun ular talab qilgan yiroq musofirlik margan miltiqi, kechilik muhofizat ko'zoyniki va Afg'onistonda vazifa o'tayotgan yuqori darajalik Sovet amaldorlarining o'rni ko'rsatilgan xarita deganlarni ularga bersak bo'lamdi? Xizmatdoshlarim Xitoylar bundaq ishlarga yaqin kelmaydi deyishgan edi. Men Xitoy tarixini nihoyatda ko'p o'qiganligim uchun Xitoylarning bu ikki taklifga ma'qul deydiganligini faraz qilsammi? Lekin Xitoylar yuqorqi ikki savolga bo'ladi deb javob berganda, menmi Xitoyning Sovet ittifoqini yiqitishga bu qadar ching bel bog'laganligidan iborat rahimsizligidan hayron qolgan edim. Steve Cole o'zining Pulitzer mukofotiga erishgan kitobi Arva urushida oxirida bu talablarni Xitoy emas, Amerikaning rad qilganligini yozadi. U yana Markaziy axborot idorasining advokatlarining bu qilmish,
ya'ni yuqorqidagi harakat qo'llanishni oshkor qotillik bo'lg'achqa Afg'onistonda turayotgan markaziy axborot idorasi punktining mas'uli qo'liga ko'zi silinish oqibatiga duch kelishi mumkin deb ogohlantirganligini yozadi. Shu vajidan Afg'on o'qituvchilariga margan miltiqini berishga bo'lsa-mu, xarita bilan kechilik muhofazat ko'zoynagini bergili bo'lmaydi. Xitoylar partizanlik hujumini Rus zo'migarini yo'qotish uchun yaxshi chora deb qaragan. Shundaqla bizga buning cho'kayotgan zo'migarga psixikalik zarba berishda nihoyat yaxshi unumi bo'ladiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin bu planmo uzoq o'tmay qisqartib etildi. 1985-yili Reagan hukumatining bahosi $1 milliard oshadigan 6 asosliq qurol sistemasini Xitoyga setib berishga tayyorlanishi bilan Xitoyning Marafoniga beriladigan yordamning doirasi Amerikaning qurol yaroqlarini o'z ichiga oldi. Bu plan Xitoyning quruqliq, dengiz va havo armiyasini kuchaytirishni, hatto Xitoy dengiz armiyasining quruqliqda urush qilg'uchi qismini kengaytirishni nishon qilgan edi. Shundaqla 1986-yili 3-oyda Reagan hukumati Xitoyning irsiyat texnikasi, aqlliq mashina odam texnikasi, sun'iy aql, avtomatlashtirish, biotexnika, lazer nur texnikasi, darjadan tashqari kompyuter, olam bo'shlig'i texnikasi va odamlik olam qatnash qatorliqlarni tadqiq qilish uchun 8 yerda davlatlik tadqiqot markazi qurishiga yordam qildi. Oradan uzoq o'tmayla Xitoy 10 mingdan ko'proq turda zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Xitoyning Marafon strategiyasi uchun favqulodda muhim bo'lgan bu ilgirlashlar asosan G'arbning yordami soyasida vujudga chiqqan edi. Reagan hukumati Xitoyni yo'lash orqali Sovet ittifoqiga zarba berishni orzu qiladi. Shundaqla Reagandan tortib hammaylan Xitoyning biz texmo bak erkinlashish yo'lida ketyapmiz degan gapiga ishonishga moyil edi. Xitoyning Sovet qo'rshavini o'zining urushqoq bagliklar tarafidagi hamrohlarining yordami orqali buzish plani o'ngishli bo'ldi. 1989-yili Sovet ittifoqi Afg'onistondan chekinib chiqadiganligini jakarladi. Shundaqla Vyetnammo Kambodjadan chekindi. Ayni chaqda Washington bilan Beijing shu xil o'zaro ishonch asosida haqiqiy mangulik ittifoqdoshlarga aylana olamdi. Mencha shundaq bo'lishi mumkin edi. Ammo urushqoq bagliklar mantiqisiga ko'ra Xitoyning amdi haqiqiy zo'migar Amerika bilan tutishadigan vaqti yetib kelgan edi. Shuning halqiliq tarkibiy qismlardan biri dushmanning qo'rshoviga elish urinishiga taqobil turishga aloqadordir. 1989-yili 2-oyda Deng Xiaoping Beijingda shu chog'dagi Amerika prezidenti George Bush bilan ko'rishganda o'zining 1980-yillardagi muvaffaqiyatlarini eslab, Sovet qo'rshavining Xitoy uchun ajallik tahdid bo'lganligini aytgan. Lekin shuningdan keyin qo'rshav shaxmat o'yinining vaziyati Xitoyning bakla ojizlab ketgan Sovet ittifoqini qo'rshishiga o'zgarayotdi. Kuchlik zo'migar Amerika davomli kuchayotgan Moskva bo'lsa, halsirayotgan bir vaziyatda Xitoyning shuni qandaq mo'ljallaydiganligini hech kim oldin bilmaydi. 3-bob tugidi.